Fozilov Munisjon Murodillayevich, 41 yoshdaman. Navoiy viloyati Karman tumanidanman. Xo'p, hozir kursimizni o'qiyapsiz. Bundan oldin MyFix Pro onlayn kursini olganmisiz? Olganman. Unda natijalar qanaqa bo'lgan? Natija umumiy holatda o'sha ustoz aytganlaridek bozorda orqasini tushunish degan narsaga qiziqqanmiz. Shu qiziqishim orqali shu kursni sotib olganman. Shu kurs orqali mana qiziqishlarim ortib, offlayn darsiga ham keldim. Faqat shu ustozni kurslari bilan foydalanib kelyapmiz. Xo'p, onlayn kursda natijalar qanaqa bo'lgan? Ya'ni daromad qilganmisiz, daromadga chiqqanmisiz? Xatolarim anglangan, tushunilgan, risklarga amal qilish degan narsalar bo'lgan. To'liq 100% daromad ko'ra olmagan bo'lsak ham, zararlarimiz o'sha ancha-muncha kamayib ketgan, 100% foyda bergan. Amal qilsa foydaga chiqish imkoniyati juda ko'p. Zo'r. Marafonimizda qatnashdingizmi? 7 kunlik marafonda. Qatnashdim. Bu yoqda qanaqa bilimlar oldingiz? Qanaqa tajribada bo'ldi? Asosan prop kompaniyalar bo'yicha ma'lumotga ega bo'ldik. Ularning qoidalari, amal qilishlari, foydali tomonlari. Xo'p, tushunarli. Hozir offlayn darsida qatnashyapsiz. Dars jarayonlari qanaqa? Nimalarni o'rgandingiz? Trading haqida fikringiz qanchalik o'zgardi? Trading bu meni dunyoqarashimdan tortib, psixologiyamgacha o'zgartirdi. Haqqoniy o'sha chin yurakdan intilsa, kasb qilib oladigan haqqoniy kasb ekan. Bu haqqoniy bozorda iqtisodiy, siyosiy holatda tahlil qilinadi. Dunyoda bo'layotgan voqealar, iqtisodiyotga ta'sir qiladigan omillar ta'sirida bozor yuradi. Hech qanaqa o'yin ham emas bu, qimor ham emas. Meni shaxsiy fikrim shu. Tushunarli. Endi odamlar menimcha o'zlari qimorga o'xshatib endi ilm bo'lmagandan keyin pul tikib pul olish bu qimorga aylanib qoladi. Lekin uni haqqoniy analiz orqali qilib bajarsa bu haqqoniy daromad manbai. Ko'chada ham shu narsani sotib olsa bo'ladi, shartnoma asosida ham shu narsani sotib olsa bo'ladi. Bir xil narsa, real bozor. Hozir offlayn kursimizda qanchalik prop investitsiya olishga ulgurdingiz? Ikkita prop investitsiyani oldim, 25 ming bilan 100 minglik ikkita prop kompaniyadan. Hozirgi holatda imtihonlardan o'tish jarayonida biza minuslar yo'q, kun plyusda yopilyapti, haftalarimiz plyusda. Har hafta kelganda darsda ustozdan yangi bilim, yangi motivatsiya olamiz. Hozir ham samostoятельный уже topshiriqlarni bera boshlayaptilar. Zo'r hammasi. Sir bo'lmasa, haftada qancha daromadga chiqyapsiz aynan shu prop kompaniyalar orqali? O'rtacha hisobda 600 dan minggacha bordi. 600 ming dollargacha haftada topsangiz bo'ladi bemalol. Hozirgacha. Hozircha. Xudo xolasa yana bundan ham kattaroq. Xudo xolasa. Olsa bo'ladi. 200 ming dollarlik shot olishga tayyormisiz, xudo xolasa? Mana hozir 25 ming bilan 100 minglikdan imtihondan a'lo darajaga o'ta olsak, o'sha niyatimiz ham, maqsadimiz ham 200 minglik shotni olish, ustozda ham bizga qo'ygan talablari ham 200 minglik shotga ega bo'lasizlar degan talab qo'yilgan. Gap yo'q. Bu kursimizni boshqalarga ham tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Tavsiya qilaman. Kim qo'ygan har xil pattern yoki chizma yoki nimadir texnik analizlar bilan yurgandan ko'ra, haqqoniy bozorda orqasini tushungan, uni fundamental geosiyosiy tahlil qilgan ko'proq yutuqqa erishar ekan. Meni shaxsiy xulosam shu.